Anime juda ham katta olam va har kim uni har xil sabab bilan yaxshi ko'radi. Kimdir kuchli janglar uchun kiradi, kimdir boshqa dunyolarga sho'ng'ish uchun, yana kimdir esa inson psixologiyasini tushunish uchun. Bugun biz birgalikda anime janrlari haqida gaplashamiz. Agar siz yangi anime izlayotgan bo'lsangiz yoki qaysi janr sizga mos ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Boshlashdan avval qisqacha janr o'zi aslida nima ekanligini qisqacha tushuntirib o'tsam. Janr bu san'at yoki adabiyot asarlaridagi tarkibiy va mavzuga oid turkum. Oddiyroq qilib aytganda, janr bu film, anime yoki o'yindagi qanday turdagi hikoya ekanligini belgilaydi. Janrlar asosan qahramonlar, muhit, voqea rivoji va his-tuyg'ularga qarab aniqlanadi. Yana ham sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, janr butun boshli animeni qanday yo'nalishda ekanligini aytib beradi va katta ehtimol bilan siz anime tomosha qilishdan oldin ularga ko'p e'tibor qaratmaysiz. Shunchaki anime muqovasiga qarab xulosa chiqarasiz va bu keyinchalik sizga har xil noqulayliklarni keltirib chiqarishi va animeni oxirigacha ko'rishdan ishtiyoqingizni uzib qo'yishi ham mumkin. Aytaylik, siz Naruto animesini tugatdingiz. Endi oddiy anime ko'rmoqchisiz va janrdan esa umuman xabaringiz yo'q va yuqorida aytganimdek, rasmi zo'r ekan deb animega kirasiz va katta ehtimol bilan siz bu animeni oxirigacha ko'rmaysiz. Sababi siz allaqachon Narutoni ko'rib bo'lgansiz va bundan keyin bevosita kichik animelarga ishtiyoq yo'qoladi. Ikkinchidan esa siz janrni to'g'ri tanlamagansiz. Yo, hammaga salom do'stlar. Men super muxlisman va hozir sizlarga o'zim eng yaxshi ko'rgan janrlardan birini sizlarga tushuntirib, sharhlab beraman. Balki sizlarga ham yoqib qolar. Bu albatta hentai. You are my sunshine. Yo'q, albatta bu emas. Meni eng yaxshi ko'rgan janrim bu seonan. Agar xato talaffuz qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. 2000-yillarda boshida astagina ommalasha boshlagan ushbu janr yoshlar va o'smirlar orasida mashhurlikka erishdi. Naruto esa bu janrning yaqqol namunasi bo'lib, o'sha vaqtlardagi eng mashhur seonan manga edi. Bu manganing asosiy mohiyati shundaki, har bir qahramonning hayoti o'ziga xos va u hayotlar ozgina bo'lsa ham ochib beriladi. Shu sababdan biz qahramonni nafaqat fizik kuch tomonlama, balki ichki va ruhiy tomonlama ham tushunishni boshlaymiz. Bu janr asosan o'sish, do'stlik, guruh bilan ishlash va maqsad sari kurash kabi mavzularni va motivatsiyalarni o'z ichiga oladi. Soddaroq qilib aytsam, bosh qahramonning nol holatidan va yuqorigacha qarab ketgan yo'li. Masalan, biz bir qahramonni kuzatamiz. Uni qanday qilib kuchli bo'lishi, qanday qilib jamoa bilan yaxshi ishlashi va eng muhimi, Hokage bo'lishi uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, o'z yo'lini davom ettirishini ko'ramiz. Bu esa animeda aniq va tiniq ochib beriladi va seonanning asl mohiyati ham aynan mana shunda. Seonan janridagi eng mashhur animelar haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, birinchi o'rinda yuqorida aytib o'tgan juda katta mashhurlikka erishgan madaniy fenomen Naruto. Ikkinchidan esa deyarli hammamiz ko'rib ulgurgan Jodugarlar jangi animasi va video davomida biz aytib o'tadigan boshqa animelar. Biroq bular faqatgina seonan janri bilan cheklanmaydi. Ularda psixologik yoxud komediya va boshqa janrlar bo'lishi mumkin. Lekin asosiy urg'u seonanga berilgan desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Barcha kuzatuvchilarga Aniforum kanalidan salom. Isekai janri juda ham eski bo'lmagan va hozirgi kundagi animelardagi mashhur janrlardan biri bo'lib, u yerda asosan boshqa olam haqida ko'rsatiladi va animedagi asosiy qahramon o'z olamidan boshqa olamga qandaydir tasodif bilan tushib qolishi va uni hayot haqida hikoya qiladi. Boshqa olamga tushish deganda hozirgi zamonaviy yoki aniqroq qilib aytganda, hozirgi voqelikdan o'tmishga yoki qandaydir elflar yoki gnomlar yashaydigan olamga tushib qolishi ko'rsatiladi. Lekin ko'p shunday janrli animelarda asosiy qahramon juda ham dangasa va qo'lidan hech narsa kelmaydigan odam qilib ko'rsatiladi. Birdan yangi olamga o'tishi bilan qandaydir kuch topib, o'zi qilgan xatolarni tom ma'noda anglab, o'z kuchini topadi. Va bu bir xillik har bir isekai janrli animelarda qo'llaniladi. Ammo bitta anime bor. Uni isekai animelarining eng yaxshi deb aytish mumkin va u haqida keyinroq gaplashamiz. Shaxsan o'zimga bu janr yoqadi, lekin shunday bo'lsa-da undagi bir nechta xatolik va kamchiliklarni sanab o'tsam. Birinchidan, yuqorida aytganimdek bir xillik va har bir animeda qo'llaniluvchi oddiy formula. Asosiy qahramonni yuk mashinasi urib ketadi va u boshqa olamda paydo bo'ladi.
30 yosh atrofidagi erkak yuk mashinasi urib ketgan. Va bu narsaga reinkarnatsiyani ham qo'shib ketish mumkin edi, lekin u haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Ikkinchidan esa yagona dunyo qoidalari to'liq tushuntirilmaydi. Masalan, magiya tizimi, shahar qanday boshqarilishi va shunga o'xshash mayda, ammo kerakli detallar. Uchinchidan esa qisqa bo'lgan animega juda ham ko'p qahramonlar qo'shib yuboriladi va natijada tomoshabinda voqeani tushunishda anglashilmovchiliklar keltirib chiqaradi. Ushbu janrga misol keltirib Tokyo qasoskorlari, Omadsizning qayta tug'ilishi, Qilich san'ati onlayn kabi animelarni misol keltirish mumkin. Yuqorida animega to'xtalib o'tamiz degandim. U ham bo'lsa Omadsizning qayta tug'ilishi. Bu anime qolganlarga qaraganda o'z syujeti, grafikasi bilan ajralib turadi. Hech qanday ortiqcha antagonistlar yoki ortiqcha qahramonlar yo'q. Qahramonimiz shunchaki boshqa olamda sehrgar bo'lib yashab, turli xil qiziqarli voqealarni boshdan o'tkazadi. Fantaziya janri imkonsiz narsalar mumkin bo'lgan dunyo. Va aynan bu janrning asosiy xususiyati magiya, ya'ni sehr va kuchga asoslanadi. Va ya'ni turli xil xayoliy mavjudotlar, masalan elflar, gnomlar va ajdarlar kabi. Bular haqida soatlab emas, даже kunlab ham gaplashsak bo'ladi va hozir kunga kelib ham fantaziya janri normalniy darajada yaxshi o'zgaryapti. Bu janrga juda ham katta ta'sir o'tkazgan animelardan bittasi bu Frieren animesi. Oddiy fantastik animelardan tashqari dark fantastik animelar ham bor. Bularga misol uchun Berserk, Arrodam va qisman Titanlar hujumi kiradi. Dark fantasy oddiy fantaziyadan nimasi bilan farq qiladi desanglar, hozir tushuntirib beraman. Ungacha sizlar likelarni 2,5 millionta qilib turinglar. Dark fantasyda voqealar, tragediya va yo'qotishlarga boy bo'ladi va qahramonning psixologiyasi kabi narsalar juda bo'rttiriladi. Siz bunaqa narsani oddiygina animedan topolmasligingiz aniq. Mayli unda, kelinglar shu dark fantasyga keyingi videolarda gaplashamiz. Hozir bo'lsa hozirgi yillarda bizga taqdim qilingan fantastik janrdagi animelar bilan bir eslab o'tsak. Frieren so'nggi manzilga kuzatuvchi, Overlord, No Game No Life kabi mashhur animelar bir yil ichida taqdim qilingandi. Va bularning barchasi fantastik animelar. Agar siz anime olamiga endi qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, bu janr sizga juda mos keladi. Fantastika olamida har bitta animelar ham real hayotga unchalik mos tushmaydi. Lekin esimizdan chiqarmaymiz, o'tda haqiqiy masterpiece animelar ham bor. Psixologik animelar janri butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan janr. Va bu yo'nalishdagi animelarni muxlislari ham talaygina. Chunki psixologik animelarni ishlab chiqarish ham xuddi shonen kabi ancha yillar avval ishlab chiqarilishni boshlagan. Animelarga to'xtalishdan avval ushbu janr haqida qisqacha tushunchaga ega bo'lib olsak. Bunday yo'nalishdagi animelarda asosan qahramonning ruhiy, hissiy yoki axloqiy muammolari bilan kurashish ko'rsatiladi. Va bunday janrdagi animelarda jangu jadaldan ko'ra ko'proq psixologik jang asosiy rolni o'ynaydi. Psixologik anime deganda faqat bir-birini manipulyatsiya qilish tushunilmaydi. Aksincha, inson psixologiyasi va ichki kurashlari ko'rsatiladi. Menimcha bu janr haqida ko'p gapirishning keragi yo'q. Sababi birinchidan katta ehtimol bilan siz buni mendan yaxshi bilasiz. Ikkinchidan esa bu mavzu haqida alohida video ham tayyorlaganmiz. Mana bu tugmacha orqali u videoni ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi animelarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi anime bu hammamiz biladigan Death Note animesi. El va Light Yagami o'rtasidagi psixologik o'yinlar ko'rsatiladi yoki qandaydir tuzoqlar, juda ham ajoyib ishlangan anime. Tavsiya qilaman, albatta ko'ring. Lekin menimcha siz katta ehtimol bilan bu animeni ko'rib bo'lgansiz. Ikkinchi anime esa mening eng sevimli animelarimdan biri Monster animesi. Bu anime 2004-yilda ishlab chiqarilgani sabab undagi grafika biroz sovuq va boshqa tarafdan aytganda qo'rqinchli desak ham bo'laveradi. Shaxsan birinchi marta o'zim ko'rganimda, "Wow, shunaqa ham anime bo'ladimi?" deb hayron qolgandim. Endi unga ancha yillar bo'lib ketdi. Animeda Johan Libert ismli bolani hayoti ko'rsatiladi va uning raqobatdoshi deb Dr. Temma ko'rsatiladi. Oldindan spoiler qilib qo'yish niyatim yo'q. Shunday ekan, marhamat animeni tomosha qiling va bu animeni bizning Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Telegram kanal havolasi esa video kommentariyasida bo'ladi. Agar hamma psixologik janrda bo'lgan animelarni sanab chiqsak, video juda ham cho'zilib ketadi. Agar sizga psixologik animelar yoqsa, kommentariyada yozib keting. Bu haqida ham alohida video ishlaymiz. Video so'ngida nima demoqchiman? Anime olami turli janrlarga boy va har bir janr o'ziga xos hissiyot va tajriba beradi. Shonen bizga do'stlik,
kurash va o'sishni o'rgatsa, isekai boshqa olamlarga sho'ng'ish va sarguzasht hissini beradi. Fantaziya esa sehrli va xayoliy dunyolarni ochadi. Psixologik anime esa inson ruhiyati, ichki kurashlar va qarorlar jarayonini chuqur tahlil qiladi. Har bir janr tomoshabinga o'z dunyosini taklif qiladi. O'z qahramonlari va voqealari bilan alohida tajriba yaratadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, anime bu faqat kurash yoki sehr emas, balki hikoya, his-tuyg'u va tasavvur olami. Shuning uchun qaysi janr sizga mosligini bilish, yangi animega qadam qo'yishdan oldin ularni tushunish juda ham muhim. Har bir janr o'ziga xos va har bir anime tomoshabin uchun yangi dunyo eshigini ochadi. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Neko, Super Muxlis, Aniforum va Mizushi bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.